Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, mevali ko'chatlar profilini kuzatib boruvchi do'stlar. Xudo xolasa, mana giloslarimiz, mevali ko'chat poliyamiz. Ko'chatlarimiz yetishtirilyapti, inshaalloh ko'rsatib o'tamiz. Bu skina gilosda parvarishi bo'lyapti, inshaalloh juda ham zo'r holatda. Kasalliklari yo'q. Ko'rib turibsizlar. Ob'yom juda ham katta. 8 gektar maydonda mevali ko'chat 2 yil yoshligi tayyor bo'lyapti. Buni skina giloslari. Bu yoqda noklarimiz bor, hamda olma o'riklarimiz. Ko'chatlar shu holatda parvarishlanib, o'tgan yili avgustda payvand bo'lgan. Mana payvand bo'lgan joyidan yuk ko'tarib, salkam bir qarich bo'lib o'sib chiqdi. Ko'chatlarimiz kuz mavsumiga tayyor bo'ladi. Aloqaga chiqsanglar, bemalol zakaz bersanglar, xudo xolasa O'zbekistonning barcha viloyatlariga yetkazib berish, ekib berish xizmatlarimiz bor. Nav guvohnomalar albatta, sertifikatlari. Endi uji Valovoydan chekinamiz hammamiz. Valovoy gilos umuman mevani yaxshi olmay qo'ydi. Shuni hisobiga endi yangi giloslarga, faqat yangi sort giloslarga o'tamiz. Mana bunisi skina bo'ladi, Sweet Ariana ham bor, Sweet Ariana, Sweet Heart, Real Tiago, har xil sortlarimizdan bor. Endi mana ko'rib turibsizlar, hozir men pauza qilaman videoni va hozir Valovoyni ko'rsataman. Buni farqini ko'rasizlar. Mana bu Valovoy gilosda bo'ladi. Uji mana shoxlaridan ham farq qilishni boshlagan. Uji skina gilosimiz juda ham tanasi qizarib, chiroyli holatda pishadi. Gilos ko'chatlari. Odamlarimiz ishlayapti. Olmalarimiz har xil 7-8 xil turdagi olma ko'chatlarimiz ham mavjud. Bu yoqda 2 yoshli, faqat 2 yoshli ko'chatlar. Hozir 1 yoshli ko'chatlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz, video davomida kuzatib boringlar. Bularimiz nok ko'chatlari. Nokda ham hozirgi kunda yangi navlar kirib kelgan. Eron nok deyiladi ko'p joyda, o'zi Xitoydan kirib keladi mevasi bizga. Shu noklarimizdan, Erondan ham kirib keladi albatta mevalari. Shu noklarimizdan ham ko'paytirilgan Eron noklar. Hozirgi kunda eng tez mevaga kiruvchi, o'zini changlatuvchi noklar Eron noki hamda Talgarka, Williams, Carmen, Mauser har xil noklarimizdan sortiga, agati mana 2 dona agat boshqa sort, 4 dona agat boshqa sort, yana 4 ta boshqa sort. Xuddi shu shaklda ko'chatlarimizni agatiga qilib payvand qilingan. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan like bosib qo'yinglar, podpiska bosishni esdan chiqaramiz do'stlar. Albatta ko'chatlarga zakaz berishlari mumkin. Yilda sortlarimiz kuz mavsumini o'zidayoq tugab ketib qoldi. Yildan yilga xudo xolasa ko'chatlarni ham sonini ko'paytiryapmiz, ilojini boricha xalqimizga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Noklar juda ham go'zal holatda, a'lo holatda o'syapti. Bu noklar bir yilda o'zida ham misol orasida gullaganlari bor. Agar bu hozir gulini o'zini qo'ydiradigan bo'lsa, 1 yilda mevasini o'zidan ko'rishlari mumkin. Lekin biz hozir buni gulini to'kib turib, ko'chatni tarbiyalaymiz. Video ham qo'yganmiz, tagidan mevani uzganimiz videosini qo'ysak, ko'pchilik tushunmaganlar ham bo'lgan. Bu xuddi shu holatda gullab qo'yadi va kurtay payvand bu. Meva kurtaga payvand bo'lib qolgan. Shuni hisobiga gullaydi. Biz buni mana gulini to'kib turib, gulini to'kamiz va mana bu shoxni tarbiyalaymiz. Endi mana shuncha to'kdim, bir donasi qolib ketdi. Shu meva olishim mumkin. Do'stlar, hozir videomiz davom ettiramiz va boshqa ko'chatlarimizni, o'rik, olmalardan ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda o'riklarimiz, danaglik mevali ko'chatlarimiz alohida yerga ekilib parvarishlanadi. Mana juda ham zo'r holatda ko'kardi. Xudo xolasa payvand qilgan joyimizdan ko'karishi juda ham zo'r, a'lo darajada bo'ldi. Hozir mevalarimiz tashqi bozorda ozgina o'rnini yo'qotgan. Iloji boricha ilmli, yaxshi insonlardan xudo xolasa o'rganib, mevali ko'chat yetishtirish hamda mevalarni yaxshi yetishtirish, sifatli qilib olib chiqishni harakatida bo'lamiz. Bilimlarni ulashib borilaveradi. Qo'ldan kelgancha inshaalloh. Mana qancha sortni olib kirib
shuncha yaxshi sortlarda yaxshi mevalar yetishtirsak, xudo xolasa tashqi bozorda ham mevalarimiz sifati oshadi va bozori chaqqonlashaveradi. Bu yoqda mana slivalarimiz, Diamond Black Splendor slivalari bor. Ularga ozgina changlatuvchi ekish kerak, xudo xolasa. Mana hozirgi kunda ichki bozor, tashqi bozorda ham juda ham zo'r o'rnga ega slivalardan. Mana ko'chatlari kuz mavsumiga tayyor holatda. Pastda nomer qo'yizdiramiz. Aloqaga chiqsanglar, zakazlarni xudo xolasa oldindan arzon narxlarda olamiz. Albatta kuz mavsumida noyabr oyida ekishni boshlaymiz ko'chatlarimizni. Noyabr oyida ekilsa, bahorga qaraganda ancha oldiga suriladi ko'chatlarimiz. Do'stlar, endi 1 yoshli ko'chatlarimiz bu yil noyabr oyida kuzda ekilgan ko'chatlarimiz xudo xolasa shu holatda chiqdi. 8 gektar maydonda, mana shu yerda 8 gektar bu maydonimiz ham. Odamlarimiz ham ishlayapti bu tarafda ham. Hozirgi kunda o'tdan chiqarish bilan kurashib boryapmiz. Begona o'tlardan. Mana bunisi qora gilos. Achchiq gilos ko'p joyda olib olyam deydi. Ularimiz mana. Bunga ulangan giloslarimiz O'zbekistonda hamma sharoitida bo'ladi va yaxshi natijalar ko'ramiz xudo xolasa. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yinglar, podpiska bosishni esdan chiqarmaymiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yaxshi fikrlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirishlaring mumkin. Xudo xolasa bir-birimizga foydamiz tegsa xursandmiz albatta. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan yaxshi videolar hali oldinda chiqarib boramiz inshaalloh. Qo'ldan kelgancha chiqaramiz. Sog' bo'linglar.